Assalamualaikum kanalımızda görüşler. Bugün 17 iyun 2026 yıl. Kanilgöl mal bazarını sürüp çıktım. Tak, yenkinde yeşillerge geldim. Aslında buğa tariften başladım. Buğa tarifte ülke mallar sel azla bugün. Bermen qaray astan bärine sürüp öttük. Tüye yok, at yok. Kalganların bärine bar aytıyor. Son seyirlerden bugün köplöp sürüp hareket kıldım. Pazarımız endi kişiyi pazarımız salыстырып көрөсүz. Менимче жаңылык тарапlar, козулар сәл кымбатлау көрдүм, басмаклар кымбатлау. Калган видеомду көрүп бара бересиздер. Баштайбыз анда видеоларыбызды. Бир жылдардан бери Байрама Руслан менен натыйжын потолок боюнча бирге иштешип жатканыбыздан кабарыңыз бар. Ушул акча силерге 10%тен чегирме кылганбызда, эндигиден була иштеткен потологуңузга карап туруп 10%тен эм көп чегирме кылып береді. Эгер потолок иштетмекчи болсоңуз, төмөндөгү нөмүргө кабарлашып, сүйлөшүп көрсөңүз болот. Шағын жоғы отырыпты. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қайсын білесіз? Елер жоқ. Елер жоқ па? Білет па? Нештен осы өріп отыр? Алпыстан қайтардың барма деп отыр. Қызыл. Көк бейінен қызыл. Ана екеуін ба? Ана екеуін ба? 58 Соралу 58 миллион болып отыр мінеки. Мынау біріншісі, мынау екіншісі мінеки. 58 миллион соңғы сорап жатыр. Ассалаумалейкум. Не істеп мынау болып жатыр, бар болың, қарма өзіңіз. Неден болды, неден? Қаншадан сорап жатыр? 50? Екеуіне? Екеуіне ма? Айтылуы 50 миллион сом бетіне екеуі. Айтылуы бақасы 50 миллион сом. Бұлар сауда асты берсін. Ассалаумалейкум. Саламалейкум. Қалайсың? Жақсы. Нешеге сұрап отырсың? 24 миллион 100-ге сұрап отырма дейді неге. Бүгін мал аз екен, бір талай азын ара. Шауын бағадық ма еге? 24 100 дейді. Қанша болды екен? Ассалаумалейкум. Арғынан білмейсіз бе? Мыналардың иелері жоқ. 19,5 ма? Алынды ма соған? Соралып жатқан ма? 19,5 соралып жатыр екен мынау. 19 миллион 500. Мынақтың малы дейді. Базарыңызды берсін. Арма? Нешеге сұрап жатсың? 16 миллионға сұрап жатырмыз. 16 миллионға сұрап жатырмыз дейді оған. Ассалаумалейкум. Неше болып жатқан екен? Арғым сұрап жатыр. Нешеге? Білмеймен дейді ол адамдар. Солай амасам ешашыма қарма. Қанша болып отыр? Сіз әйткенсіз бе? Солай ма? Не болды аға мынау? Сатылды ма? Неше болды? 19. Сұрап атқаны ма? 19-ға сұрап тұр дейді. Сұрап отқаны. Нешеге шығып жатыр екен? Аяқта ма? Қалай? Бар ма? Сұрап жатыр. Нешеге? Сұрап жатыр өзі. Сұрап жатыр. Ассалаумалейкум. Қалай амансыздар ма? Бар ма? Қалай өзіңіз? Zaman şükür жақсы. Арман? Қайсын сатып жатсыз ба, сұрап жатсыз ба? Ана қойшы. Мама? Неше алдыңыз? 18.
Posta var. 18 milyon 200'ge so'rab o'tir ekan buni. Adamlarga netip o'tgan jo'q. Bag'at olsangiz ku. Bag'atni bo'lgandan keyin betib mallig'ini qilsin. Xo'sh deyapman. Bizlar ham xo'sh deb aytib ko'ring. Sizlar bir aldab aytgan jo'q. Men de sizni aldab o'tgan yo'q. Posta o'tirman. Adam mal. Nalar necha bo'ldi kanday? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Harma? Buni bolalar baylab ketdi. 21 ga oldi. Bundanmi? 21 ga olgan ekan buni. Bundan bilmaysiz. Buni bilmayman, bolalar aytib baylab ketdi. Barman. Bravo. Acaba ne bu adam? Nasıl mı? 25 aytib o'tirmiz. 25 aytib atibdi. 20 ga so'rab o'tirmiz. 20 millionga so'ralib atibdi. Qizil ne? Mana 19 deydi, 18. Mana 18, 19 deb atgan ekan so'ralib baholari. Sonda endi. Bo'ladi. Savdasi bersin. Bu 25 aytib atib, 20 ga so'rab turibdi. Nechiga chiqdi? Assalomu alaykum. 17. 17 ga chiqib atadi. Qanchaga chiqib atar ekan? 17,5 ga chiqib turibdi deydi. Bo'ladi, savdasi bersin. Tak. İş yok. Qanchaga chiqib o'tir ekan bu? Ne deymiz? So'maydi. Qaramayman qo'ya. Ya onu da yeşilmeydi. Sizler gibi assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? 18. Mana mı? Argı ne? Bilmiyorum. Bilmeysiz. Buna 18 milyon so'm bo'libdi. Sakot. Sakot. Mal azay bugün. Tak, ileri yok ne vardı? Neden oldu basmaklar? Assalamu alaykum. 16. Aytlı 16 so'mdan. 16 so'm. Buna 15 so'm. 16 so'm, 15 so'm. Qanchaga so'radi ama? Buna 14 beryapti. 14 beryapti bozor. Buna 11 so'm berdi. Buna 11 so'm beryapti. Nima var? Hamma bor. Savdası versin. Şunday ekan, yengil basmaklar. Nechiga bermayapti? Nechiga bermayapti? Qalay amasarmi? 12 milyon so'mga bermay turibdi buni. Assalomu alaykum. Qo'y, sog'misanmi? Yetib tushdi endi ketadi. Xudo xolasa. Bular savdasi versin. Nechiga ishim chiqadi? 600 dedim. 10,5 so'ramoqda o'ziga. Post deb turgan ekan men. Yengil basmaklar. Savdasi versin. Bular bozorlarni versin. Like'larni basaver. Bular rahmat. Qancha bo'ldi aga? Qancha bo'lyapti? Satamiz. Samatag'ın ko'pdan beri ko'rmay ketib edim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harmonlar. Shukr Allohga. Harmon. Amin, savdongiz bo'lsin. Yig'ildik. Vaqtcan degan bilan salom yo'llab qo'yish. Ajaba. Vaqtcan Amazon o'qib. Hamon yurgizim. Topamiga shunday. 11 milyon 700 euro. Matchagirlar jumaymizmi?
Motosikllerde. Damasını sıra jumadınız. Mana yoqda bir bitirsa, bir savdoga aralashsa. Bir savdoga aralashsa. Bir motosikl juva qilmadi. Beş ya. Javob berdi bundan. Ver. Al. Hayda. Oldu mu? Yana savdodan bitmedi bozuldu. Olana yok. Go'shtdan yemaysiz be? Bo'ldi, shishardi. 10 minutdan chiqaman hozir. Shirazmi? Havo. Yashaver bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu Nechiga chiqyapti basma? 11:30. Assalomu alaykum. Alaykum. 11:30 chiqyapti. Erkak basma. Bazaringizni bersin. Tak. Ya, o aytaman go. Mana bu 2 million kirdi. Voy. 20 bo'lsa 2 million. Qashar ne bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Nechi deydi aja? 11dan o'tib o'tgan. 11dan o'tib oldi. Qashar basma. 11ga so'rab, jag'illab so'rab turib. Qanchaga chiqdi? 11ga 11ga dedim. Ha, yerga ekan o. 11 aytdingiz. Mayda boshliqlardan ko'rik. Assalomu alaykum. 11 million berin deydi. 11,5 berdi. Mana ikkovi nima? Mana ikkovi. Ha, ikki nasharmi? 11 million so'm berib turgan ekan. Bu ne dedim? 11,5 berdi. Qaysi 11,5? Yakuni? Ova. 11 berin deydi. Tak. Basbaq ne bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Qalay anasi? Qancha berdi? 10 so'm aytyapti o'zi. Urg'ashi bu ya. 10 million so'm aytyapti basbaqqa. Aqa sizga ne bo'lar ekan? Assalomu alaykum. 14 ga chiqdi. 14 ga chiqib turibdi men qachon? Qisir qashar endi. Tuman qo'y endi. Bas. Ne bo'ldi qashar? 10 joyga so'rayapti endi. Salom qilamanmi? Nesosmi? 10,5 ga so'rayotgan ekan deydi. Qashqagan qo'yami? Tugan bu ya. 10,5 ga. Bo'ladi, savdangizni bersin. Sir ko'rik mehmon. Birinchi tug'ma deymi? Erkak bo'l qo'shma. Erkak. Nechsin? 17. Bozor ne? 15 yarım. 17 million so'm aytayotgan ekan. Birinchi tug'im basbag'i yerga ekan. O'zim kichkina qana ekonomikni sir ekanda ya. Beresizmi 15 ga? 15 ga beresizmi? Qani bor ya? Bor. 3 litr sut berami kuniga? Bir kunda. So'p ko'rmaysizmi? Savdo qilyapsiz. Shunday jasiylar. Nechiga chiqdi sigir? Assalomu alaykum. Qancha aytdi? 17? 17 aytib turmiz. Basbaq urg'ashma. Urg'ashi basbaq bor ekan. Bu nechinchi basbaq? Birinchisi. 17 million so'm aytilib o'tir ekan. 15 ga berasizmi? 15 ga so'rab o'tirma. Hamma barlama, azmas. Hammasi bor ekan, 15 ga so'rab turibdi. Vada, bazaringizni bersin al. Birinchi turum deydi. Tak. Sir qanchaga chiqdi? Qo'ymoqchi. 19 ga chiqdi. 19 millionga chiqib turgan ekan. Basbaqni soting. Erkak bas. Erkakmi? Tak, erkak basbaq 19 million so'mga chiqib bormoqchi edi. Bo'ladi. Savdangizni bersin. Tak. Sir ne bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 25 so'm aytyapmiz. 25 million so'm aytyapgan ekan menga sirga. Masalan, erkak urg'ashi basbaq. Birinchi turum. Mal juvas. Sodra beradi deyishganini. Necha litr suti bor? 2 bag'lash suti bor. 2 bag'lash suti bor.
Pazarlansın versin. Şunday. Tak. Qara seyirdi bir so'rab qo'ying qani. Qara seyir nima bo'ladi? 25 so'm aytaman. Nechi? 25 so'm aytamiz. Qancha qancha? 21 yarımga chiqyapti. Basma qashar qo'y, erkakmi? Erkak ekan basma. İkincisimi, üçüncüsü, dördüncüsü? Birincisi. Qancha sut bor? 2 litr beradi, 2 litr. 2 litrdan ba? 4 litr beradi, ya. 21 yarımga chiqib turgan ekan basma, erkak adeyorligi topdim. Savdasini bersin. So'rab tashlabda men ne qilyapsam? Assalomu alaykum. Aynen. Munosabat yaxshimi? Harma. Ishi berding ham bazar. 17,5. İkincisimi, üçüncüsü birinchi bolasi? Erkak birinchi bolasi. 17,5 million so'm berib yubordi. Ay, shah bo'libdir. Shah bo'lib turibdi. Normal. Bazarim bersin. Peki birinchi to'g'im deydi. Aylı şahı. Qancha ekan siyir? 25 aytaman. 25 million so'm aytilib o'tiribdi. Basbağı? Basbaqlar erkak. Erkak basbaqlari. Bular 25, bular 25. 25 dan aytilib o'tiribdi ekan. Bundan basbağı erkak. Bunaniki de erkak dedi. Birinchi tug'ma 20 millionga chiqdi, bermaydi. 20 millionga bermay turman dedim. Birinchi basbağı ekan. Birinchi to'g'im. Yek jaqlama sova berasiz. Aha. Jan jaqlama sova beradi siyirlardan ekan. Juvas deydi o'zi. 20 millionga bermay turgan ekan. Boshqa basbaqam yemlik desa. Ya, solaymi? Qaligan basbaqda akasing yemsiz tura beradigan. So darajada juvas ekan siyir. Bo'ladi. Savdasini bersin. Bundan nechaga chiqdi? 20 million 500 ming so'm oshib o'tibdi deydi masirni. 300 so'mdan qarab qashib ketdi. Ya, solaymi? Qaydadim. Bo'ladi. Savdasini bersin. Buna siyir necha bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. 12 so'radi. 12 millionga so'rab qoldi. Basbağı? O'g'ach bosma. Qo'rg'ashi basbağı. Sizga arzon bo'ldimi bu? Al. Ne arzon bo'ldi? Bozorda eng arzoni. Eng arzon bo'ldi. 12 millionga so'rab turibdi dedim lekin. Bo'ladi, savdasini bersin. 100 so'm bo'lsa berasiz. 13 so'm bo'lsa berib beramiz deydi. Ariq deydi. Qanday aytib oldi? Ne, ariqliga. Assalomu alaykum. Siyir tushirib maldı emas. Odamda emas. Bazada da tuttum bunu. Qachon? Annemin bulan. Hey. Qancha bo'ldi shu? 18'e sorardım. 18 ga so'rab turibdi deydi. Nashar qo'ya basba. 18 million so'rab oldi. Bo'ladi, savdosi yo'q. Siyirni ko'playtirin deganda siyirni ko'playtirib tushirib oldim qo'ldan kelgancha. Tak. Assalomu alaykum. Tesashma, amasalma, halma. Assalomu alaykum. Qaysi amasalma, halma. Nechiga chiqdi? 16 yarımga chiqayotgan ekan. Ulkan, uzun, buyuk siyir ekan. Qurg'och qo'ya basba. Nashar basba bor ekan. 5 litr sut beradimi? 4 litr sut beradi ekan. 16 million 500 ming so'm oshib oldim. Bo'ladi, bozoringizni bersin. Qanday bozorning joylari? Yoqdan yaxshilab qasharlardan bir tushirib ketayim. Tummag'anlardan. Qashar ne bo'ldi? Qashar 17 so'm aytiladi. Aytilib 17 so'm. Tummagan qo'yla. Qisirg'o. Ichiga chiqib bozor. Bozor qancha chiqardi? 15 ga shamalabdi. 15 bo'lsa berasizmi? 15 bo'lsa beradi. 15 bo'lsa beramiz deb shamolasib beraman. Savdasini bersin. Tak. Boğazı var mı şimdi? Kısırma. Çiğdem mi oldu kan ekan? Assalomu alaykum. 16 so'm. 16 so'mdan dedim lekin. Bari qisirlar. Savdolarni bersin. Amin. Qasharlar ne bo'ldi? Qasharlar ne bo'ldi? Assalomu alaykum. Qashar 11,700 11,700 deb o'tirdim ekan. so'rab. Bas qasharlar tomog'an. Savdolarni bersin. Davom ettiramiz. 11,700 davom ettiramiz. Malardan degen yarası kelen. Tak. Qalay masallar? Neden bo'ldi qasharlar? Qancha chiqdi? 11. 11 deydi. 11 bo'ladi. Qashar ne bo'tgan ekan? Assalomu alaykum. 8
8 milyon so'm ekan buni qashar. Neden bo'ldi qashar? 15 so'm aytibdi. 15 so'm aytilayotgan ekan. Basbaqlar ne bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Basbaqa 9 so'm aytibman. 9 so'm aytamiz. Bashar qo'ya. 8 milyon 100 so'rab 8 milyon 100 ga so'rab o'tir ekan. 9 so'm aytamiz dedi. Bo'ladi, savdosi bersin. Basbaq ne bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. 86 ga so'rab qashar. 86 8 milyon 600 ga so'rab turibdi bu basbaq. Mayda basbaq qimmatlanma dedim. Basbaq ne bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. 15 ga so'rab. 15 ga so'rab. Erkek mi ikkovida? Ikkovida erkek mineki. Zov. 15 milyon ga so'rab turibdi ikkovini. Savdangizni bersin. Assalomu alaykum. Qaysini? Buna nima? 82 deydi uni. 8200. Buna basbaq qancha bo'ldi? 6 so'm aytaman. Nechiga chiqdi? 4 erkek mi? Oshma 4 o'tib olibdi. 6 so'm aytaman dedi. Al arzon de. Bo'ladi, savdolarni bersin. Buna ne acaba? O 9 so'm. 9 so'm aytilyapti bu. Erkek qo. Erkek mi? Erkek basbaq 9 so'm dedi. So'm. Bunda yana ki. Şantalar baklağı menimce. Aldınız mı? Qancha bo'ldi? 31. Arqa ikkovmi? Shu ekan. 31 bo'lib turdi ekan. Bo'ladi, o'tlar uzoq bo'lsin. Tak, mana yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi namozni izlashma. Ne bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha bo'ladi? 15,5 qo'ya. 15,5 bo'lsa beramiz deymi? Men mana shundaysini aytmayman bola. Demis barnamma. Bo'ladi, savdolar bersin. Tak. Ne bo'ldi ekan ajaqalar? Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti? 10,5 ga so'radim. 10,5 ga so'rayapti. Qisir qo'ya. Qisir. Qanday ishti bor? Qanday ishti bor? Savdolar bersin. Ne bo'ldi ajaqa? Assalomu alaykum. Ay endi topsaz. Qancha? Bazar. 14 deydi. 14 deydi. 14,5. 15 dan berjana temiz. 15 bo'lsa berasizmi? Ko'ramchi sana. Qisirmi? Qisir. Qisir ekan. 15 bo'lsa bergisi kelib turgan ekan, jetmay turadi 15 ga. Bo'ladi, savdosini Bazarni ko'taraveramiz. Havo, o'tir. Necha bo'ldi ekan? 20 so'm aytdim. 20 so'm. 16,5 so'rab o'tir. Qisirmi? Bo'lmagan. Bo'ladi, savdosini bersin. Assalomu alaykum. 20 so'm aytdim. Necha bo'ldi? Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Bo'lmadi deydi. Ayaqda yekdi. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'layotgan ekan bular, ag'lar? Sizlar kimsizmi? Bo'yimsam yetmaydi o'g'limdan. Qanchadan bo'ldi ajaqa bular? Siz kimsizmi? Ne? Satildimi? 14,300 bo'ldi. 14 milyon 300. 14 milyon 300 bularni bergan bersin. Tak. Qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay qilmasizlar? Hamma ishi bo'ldi. Har kim 15 milyon. 15 16 60 milyon. Ular savdolarni bersin. Tak. Bakalım bilmedik. Assalomu alaykum. Tak, shunday. Neden qo'shqarlar? Assalomu alaykum. Qanchadan? 5 dan aytib turmiz sizga qo'shqarlar. Qo'ylar neden bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum.
Nechiden bo'lib otur? Mana 2 kun so'rayapti. Qanchaga? 45 ga. Berasizmi? 4,5. 2 kun 4,5 so'rab turgan ekan. Bermay turibdi. Aytib qo'yasizmi o'zingiz? Bermayman deydi o. Sherma aytaman qaraydi. Bari. Sherman aytilib otur ekan. 2 kun 4,5 so'rab oturgan. Ber durlasa. Yer endi arzon bir sotib olgansiz. Qo'shqarlar neden bo'ldi? Qo'shqarlarga 3 so'm, 3,5 so'm aytamiz. 3 so'm, 3,5 so'm aytamiz ekan. Anasi bormi? Mana. Ha, qo'zlig'oy. Necha so'm bo'ldi u? 100 so'm aytadi. So'raganda 4,5 so'm. 4,5 ga so'rab turibdim lekin qo'zlig'oy ana qo'ysin. Oladi, savdosi bersin. Ne qo'shqar ne bo'ldi? He? 36 qaysi? 36 deydi. 36. So'ragani 36 mi? Ne deydi? Qo'zlar neden acaba? Assalomu 3,5 dedim lekin qo'zlar. Qo'zlar neden? Assalomu alaykum. 2 milyon, 2,5 milyondan. 2 milyon, 2,5 milyon so'mdan kichkintalar 2 milyon so'm aytyapsiz-ku. Ichiga berasiz. Jarlasak-ku. Olaymi? 18 yıl otur. 18 so'rab atqanmi? Normalmi bu? Normal. Bermedikmi? Berem. Ularni bir sürmüyor. Ne oldu? Qayerdan qo'zlari? Olsun. Ravshan. Savdosini bersin. Assalomu alaykum. Qo'zlar neden bo'ladir acaba? Bazar her gün her türlü. Eng to'men nechga so'radi? 28 den sonra var. Berasizmi? Temi var. Ana bormi? 3 bo'lsa berasiz bo'lsa-da. Hava. 2 milyon 800 dan so'rab turgan ekan men qo'zlarni. Kozlar. 3 bo'lsa berishga deb tur ekan. Bo'ladi. Savdosini bersin. Qo'shqar nashar. Qo'shqar, to'rtdan qo'shqarmi? Bo'ladi. Savdosini bersin. Qo'shqar ne bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. 7 milyon so'm aytyaptirmi? 7 milyon so'm. So'ragan ne? 6 ga shamolasib tur ekan. 6 bo'lsa berasizmi? 6 bo'lsa berajaksizmi? Bo'ladi. Savdosini bersin. Qo'zi qancha bo'ldi? Qo'zi. Assalomu alaykum. Alaykum, qalay bo'ladi? Qo'ya, olasizmi desa qo'yasizmi? Necha so'm? 2,5 dan aytamiz. Ularga 3 dan aytamiz. Ularga 3 dan aytamiz. Mаған 2 dan 2,5 aytamiz ekan. Bo'ladi. Savdosini bersin. Ne bo'ldi qo'zi? Ishiga bermayapti. Qo'zni 21 ga. Nima deydi? Qo'zni so'rab turgan jo'qsiz. Qancha qo'shqarlar? 10 milyon, birovmi, ikkovmi? Hech so'm berasiz. Berasiz. 5 milyondan 10 milyon so'm aytib o'tirgan. 5 milyon so'mdan oladi inshaalloh. Qo'zlar neden bo'ladir ha? 2,5 bermay turgan ekan men qo'zlar. Ketdi bo'lsa beramizmi yo bermaymiz qaytib olsam. Qo'sib berga o'tsa beramiz. Hadi savdosini bersin. Ya tushirdim-ku. Tamam. 5 dan beraman deb, 5 dan aytib o'tirman dedi. Beradigan joyini aytmadi u. Bereden 2,8 ga so'radim. 2,8 ga so'rab turibdi. Bu Bakovadin degan yer qalay deysiz? Nechta ko'rasan? Bo'ladi. Bazaringizni bersin al. Amin. Oh. Qaysini so'rab o'tirsiz? Ish qo'ydimi? Hop. Ber. Savdosi keldi. Ne kozlar ne dedi acaba?
Endi beremiz mi? Endi beremiz mi? Aytib hozir. Tabii verlama. Yegiden so'rab turgan bo'lamiz vardı. Tabii var deydi. Aldınız mı ilişkini? Kança? Düştün mü işki? Kança geldin? Düştün mü diyor? Buraya almasın. Bir yarım o sonra tutuyor. Savdasını versin al. Kança deydi? Ulaklı işki o ya? 2,5 milyon so'm majbur bo'ldim. Tekimi deyman ular ya? Teki yo'q. Valla savdo asti bersin al. 2,5 milyon so'm ulaklı işkimi. Tak. İşkimi serkimi? Assalomu alaykum. İşsin mi? Yegiden aytılmadı. Pazar kança berdi? Hozir 1,5. 1,5. Pazar asti bersin al. Ama sirkimi ne var? Kaçıdan? 28 gün sonra. 2 10 ba? 2 10 28 gün sonra bakacağım. 5 milyon 800 gün. Sirke. Ola savdalarını versin abi. Tak. Hani ödik. İşi vermeyedim lan. Assalomu Assalomu alaykum. Men 5,5 bo'lib turibdi bozor. 1 milyon 550 ga so'rab turibdi. Men bo'lib turibdi azroq. Az qanday demmesi var? Oladi. Savdasini bersin. Assalomu alaykum. Bugun bizning inimiz Atabekning balasi Avazbekning tug'ilgan kuni. Avazbekning tug'ilgan kunini eshinclikdan qutlayman. Uzoq umr, güçlü din sağlık, ulkan yer azamat chigit bo'lib yetdi. Hammaga salat. Ular o'ng bo'lsin. To'g'ri. Sirkimi ağa? Sirkimi? Tekimi ne istiyorsun? 2 milyon de var. Savdasını versin ağa. Ne istiyorsun ilişkileri? Assalamu alaykum. Şu 36 milyon 3 milyon 600 aldım abi. Şu 3 milyon 600 ga alındı mı? Orta uzak olsun. Sirke mi? O sirke. Neçeге çıktı? 26'ga sorup. 2 milyon 600. Asıkan taydan mı? Savdasını versin. 600'e çıktı. İşki mi sirke mi? 3 tane aytib o'tir. 3 tane aytib atkan ekan. Sirke mi? Mana oğlan yetdi yaxshi. Semiz mana ko'tarib tur. 3 milyon so'mdan aytib atkan ekan. Oy konser qalay amasan? Şuyuk canlar sonda. Ne istiyor ulaklar? Anası men be? 1 so'mdan ne ulaklar? Aytmayın. Alamayın. Tamam. Ulaklar qanchadan? 6'dan 7'den. 6'dan 7'den. Teke. Teke şurada. Şurada teke ekimleri. Aytlı o. Aytlı bu. Neçini vereceksin? Görün sağız. 200'den beriz mi? Yok tamam var. Tamam var ya. Şantayla kalmış. 600'den 500'den aytlı var. Oladı. Bazarını versin. Ne istiyorum? Lakla içkimle? Kaça buldu ha? 2. 2'ye 2 milyon sonra var. Ulan savdasını versin abi. Men aytib ketdim. Qancha bo'ldi uloqli ishga? Uloqli ishini men berdim. Nechiga? Aytmay ketib bor. 2 milyon 200 ga berdim. 2 milyon 200 ga? Yerine qara. Ha. Savuş hemen det bağlı. Köpe var etti beri oyun. 2 milyon 200 ga. Qalay? Zo'r. Qalay o'zingiz? Assalomu alaykum. Nechidan so'rab o'tirsiz? Bari laqma. 2,5 dan. Ular yegiz ekan o ya?
3 million so'm aytayotgan. Egizaklar bor ekan. Arqlar 1,5 ba? Savdangiz silasin. Aldingizmi? Asalom. Yaxshimisan? Qalay bo'lsa? Necha bo'ldi? 15. 15.40. 15.40 bo'ldi menga. Bo'ladi, to'xta uzoq bo'lsin. Shunday, bozorimiz joyda.